Hammaga salom sizlar, sizlar bilan man Nubix yangi videomga xush kelibsiz. Diqqat! Ushbu videoda skrimerlar yoki qo'rqinchli joylar yo'q. Qizil Derevnyaga keldim. Menga Qizil Derevnyaga kirish uchun bunaqa redstone'li blok, proxod va kamina lopata. Kamina lopata kirganingizda Derevnyaga kirish uchun kerak bo'ladigan narsa deyishdi. Mana men blokka kirishdir. Yo'q, keyin eshikni yopib keting deyishdi. Men sразу yopib ketaman. Bitta dirka qoldi, mayli. Mana redstone blok shu yerga qo'yaman. Assalomu alaykum, mana redstone blokim. Shu yerda proxod. Так. Bu dеревняda menga любой proxod, любой uyga kirib obzor qila olasan deyishdi. Rahmat dedim. Так. Birinchi eng boshdan boshlaymiz. Eng boshda tepada qanaqadir mana bitta joy turibdi. Bu yerda danger kirish mumkin emas yoki mumkin. Men zadacham bu yerda narsalar topib men bilan освободить bo'lar ekanda. Mayli, hozir hamma uy sizlarga obzor chiqaman. Так, birinchi uy, eng yaqin uydan boshlaymiz. Kirishga eng yaqin uydan boshlaymiz. Mana bu yerda kaksigda qanaqadir pila odamni o'ldirmaydi. Minecraft o'zinglar bilsanglar kerak. Так, bu dеревня bor, qanaqadir жестокий dеревняga o'shida qanaqa suvni o'rniga lava bitta chizsam o'laman. Ya oddiy yerda o'smaydi. Qanaqadir shoshoni blokman. Bilmayman. Так, назаритовый родстоп. Mana qanaqadir необыкновенный qanaqadir адский blokda o'sadi hamma narsa. Qaranglar mana большой сундук. Dеревняda qanaqadir narsalar bormi? Так, pastda qanaqadir RGB подсветка yoki fonar. Так, точка возрождения установлена. Так, mana доска объявлений. Bu xohlagan объявлениеңiz qo'ya olasiz. O'shaning uchun удобно. Так, keyingi uyda kaksigda mana stol. Keyin sariq kravat. Men qizil kravat bo'ladi deb o'yladim. Endi bu yerda hamma qizil uy. Qaranglar, bu yerda oddiy suv emas, bu suvning o'rniga lava bo'lar ekan. Так, mana men bitta вроде как suv olish mumkin. Yo'q, bu yerda odamlar yo'qmayapti menga. Bu yerda даже животныйlar ham lavada yashaydigan. Yo'q, qochish kerak. Yo'q. Bu yerda ham kattaroq lavali anaqa. Bu yerga даже 1 santimetrga ham yaqin kelgim kelmayapti. Так, nimadir sotasizmi siz? Так, 18 ta коричневый шестga bizga bitta izmot berarkanlar. Namuncha qimmat. Так, bu yerda bizda pech. Так, bu yerda nimadir sotilar shekilli. Oqoling. Так, yaxshi, menga ruxsat berishyapti hamma joyga obzor qilib chiqishga. Наконец-то sunduqlarning ichida nimadir bo'ladi deb o'ylayman. Yo'q bo'lmasa ekan. Mana kirpichik. Короче, если что, verstaklar ham hamma uyda bor. Bu eng главный uyda o'shirgan, lekin anaqa qilmaydi ichda qanaqadir joy. Bo'ldi, qanaqadir tanishmas o'zimga qanaqadir joy topdim. Так, hozir hamma joyni buzib ko'raman. То есть proxod qilaman. Shitsilli botga nega kirmaydi? Nega bu zabor bilan yopiq? Zabor bilan ochsa bo'lar ekan, men knopkada дальше o'tish mumkin emas ekan cho'ta. Дальше там yo'q, дальше невидимый блок. Да, жестокие они здесь. Жестокий bor hamma. Жестокий emas, endi proxod yo'q. Qanaqadir lavovый joyda hammani anaqa qilishadi. Короче, keyingi uy obzori qanaqadir житель turibdi. Tur. Hech payt emas. Qanaqadir необыкновенный житель. Tam ertalab uxlaman sana. Kimga o'sha? Так, как всегда, hamma uy bir-biriga juda o'xshash. O'zi обыкновенный Minecraftda ham, обыкновенный dеревняda ham xuddi shunaqa. Даже bu yerda suv emas, даже lava turibdi. Bu yerdan уже tezroq ketgim kelyapti, juda isib ketyapman. Вроде как hamma uy obzor bo'lib chiqdi yo'toqda. Mana qanaqadir интересный narsa
kim kelyapti, qanaqadir noyob специально o'zimiz dеревняga olib borib, u yerda любоваться qilsavats. Короче, nimadir ichida bo'lsin-da, izmirut shuncha non. Ajab odamni normal ekan. Rahmat ajab shu kartoffelgayam, kartoshkagayam. U bo'ldi. Sal qonim ochuvdi. Yo'q, qonim ochmas. Так, будка hozirgina kirdi-ya. Так, вроде как mana manba uy obzori. Yo'q, budka kirganmiz shekilli. Mana men bitta obzor qilmadim. Yo'q, men yana ikkita uchta uy ichiga kirib chiqdim, lekin ichida hech nima topolmadim. Endigina oxirgi uyga kirib videoni tugataman desam, oxirgi прекраснейший uy. Birinchi sразу ikkinchi etajga kiramiz, qanaqadir sunduq bo'lishi kerak. Yo'q, bizga sunduq yo'qmi? Nega? Bizga sunduq kerak edi. Rostdan bizga sunduq kerak edi. Va ichida qanaqadir yana yaxshi zo'r narsalar bo'lsa. Ayniqsa izmirut, mana boy 3 ta izmirut berishdi menga, yana ko'proq bo'lsa. Men nima topdim hozirgina? Uy, qo'rqinchli, подземный выход. Joy. Uy, keyin qanaqadir sunduq turibdi. Yo'q, sunduqni ham ochgim kelmayapti. Mayli. 1 2 2